Rossiya Fanlar akademiyasining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi olimlari Quyoshning Yerga qaragan tomonida magnit faol maydonlar va tojdan taxminan 1,5 million kilometr o'lchamdagi ulkan smaylik hosil bo'lganini e'lon qildi. Uning o'lchami Yer diametridan taxminan 120 baravar katta. Ko'zlar ikkita yirik faol sohani anglatadi. Ularning har biri Yerdan taxminan 10 marta katta. Tabassum uzunligi taxminan 500 ming kilometr bo'lgan ulkan toj hisoblanadi. 1,5 million kilometrlik ulkan smaylik hozirgi Quyoshni ifodalaydi. Smaylik yomonlikdan ko'ra ko'proq mehribon. Garchi u shubhalardan xoli bo'lmasa ham, deyiladi olimlar xabarida. Bu so'nggi kunlarda Quyosh faolligining nisbatan pasayishi fonida sodir bo'ldi. Quyosh samimiy tabassum bilan insoniyatga qo'shtirnoq ichida ko'z qisishga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Yangilik ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi va odamlar Quyosh yaxshi kayfiyatda yoki bizga dalda berishga qaror qildi deb hazillashmoqda.